İşlerimiz ko'p, hali davom etamiz inshaalloh. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana mahallamizdagi Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Xabaringiz bor, shu masjidimiz oldi tomonidan zinapoya quyilgan. Hozirda bu zinapoyamizni ishlari chala qolib ketdi. Sababi birinchidan burchatga tugadi, ikkinchidan mablag' yo'q. Agar mana shu zinapoyamizni burchatga qilib qo'ysak, masjidimiz ajoyib ko'rinish berib qolar edi. Xo'sh, bu zinapoyamizning uzunligi 16 metr. Umumiy hisobda shu 30 kvadratlar ketadi. Maxsus zinapoyalar uchun burchatkalar bo'lar ekan, oyoq toymaydigan g'idir-bidir. Ana shunday shu zinapoyamizni chiroyli qilib qo'ysak, masjidimiz ajoyib ko'rinish berib qoladi. Xohlagan insonlar bo'lsa, mana hozir masjidimizda plastik karta raqamini aytib o'taman. Mana masjidimizda obodonlashtirish ishlari uchun ochilgan plastik karta raqam 5614 6820 0071 45 45. Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Telefon raqam 599 893 323 0081. Mana shu zinapoyamizni chiroyli qilib qo'yaylik. Mahalladoshlar, masjidimiz ajoyib ko'rinish berib qoladi. Xohlagan insonlar bo'lsa, mana kelib o'lchab, usta bilan gaplashib, burchatkalar olib berishi ham mumkin. Ana shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlarimiz ko'p, hali davom etamiz inshaalloh.